Navbatdagi video obzorumuzda sizlarga 2 dona mashina tanishtirib beraman. İkisi mexanika Cobalt va Gentra. Narxlari va probeglar sosteniyasi bo'yicha solishtirib ko'rasizlar. Qaysi ma'qul keladigan bo'lsa, sizlarga qaysi ma'qul bo'lsa, kelib xarid etib olasizlar. Video obzorimizni bosasizlar, videomuza like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi bo'lgan bo'lsangizlar, shunday obzorlarni tez-tez qo'yib borish harakat etamiz. Zo'r narxda aksiyalik boshlang'ich to'lovsiz mashinalarni 2020 yilda ishlab chiqargan Gentra mexanik korobka mashinamiz 4 ta yumshoq pollar va kraskilari 100% rodnoy, chexol, polik ham tayyor metan gazi 107 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamiz bir qo'l egaladan olib minilgan salondan, ya'ni mashinamizni bahosini agardan bo'lsak 105 million so'm, kreditda bo'laman desangizlar bir 15 million so'm pul oladigan bo'lsa, Xorazm viloyatidan kelgan klientlarimizga, Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelgan klientlarimizga chiqarib beramiz. Oylik to'lov va boshqa ma'lumotlarni telefon nomerlaringiz bilan bog'lanib olsangiz bo'ladi. Navbatdagi mashinamizga keladigan bo'lsak, bu 2021 yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Cobalt. Bilasizlar, mexanik Cobaltdan narxlari sal qimmatroq yuradi. Ko'pchilik sevib minadi. Mashinalarni 4 ta yumshoq pollar toza qo'yilgan. Salonlari top-toza, akkuratniy holatda turibdi. Mana bemalol kraska probeg tekshirib ko'rib olaverasizlar. Mashina egadan. O'zim bahosi 120 million so'm. Yetar yetmasa bo'lsa, durib berish variantini ham kelsa bo'ladi. Narxlarni biz navdida patkrinlagan sonib kelgan ham. Klapan ochilmagan 70 ni yurgan metani bor. Baloni toza. Qiziquvchilar bemalol telefon nomerlaringiz bilan bog'lanib kelaversa, like bosib, yaqinlar jo'natib qo'yishdan chiqmasin. Kanalda yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Mashinalarimizni reklamani qo'yib boramiz tez-tez. Ozroq yetar yetmasa bo'lsa, uni ana egalari bilan gaplashib kelsangizlar bo'ladi. Dogovor.